O'rmonzorda duv gap. Eshak konsert berarmish. Bu tadbirga hattoki janob Sher ham kelarmish. Afishalar To'qayning har chetiga osilgan, bariga O'rmon Navo tamg'asi ham bosilgan. Reklamada ko'klarga ko'tarilgan eshakvoy, O'rmon alxi, konsertni sog'ingansiz hoynahoy, el tanigan hayvonda, xushovoz va hokazo. Siz uchun kuylar eshak, tanida jon borki to. Litsenziyasi bor emish. Oddiy emas, oliysi. Rasmlardan ko'z quvnar, kuchli ekan homiysi. To'qay kassalarida bilet narxi osmonda. Ilgari bunday konsert bo'lmagandi o'rmonda. Hamma hayron. Qandaydir el bilmagan bir hofiz qachon bo'lgan To'qayda xizmat ko'rsatgan artist. Ayiq dedi. Bu qalaqasi o'rtoqlar. Eshakvoy ijodidan nega bizlar bexabar? Tanishman ko'p hofizlar bilan, naqasini bilmasdim biroq. Jahl bilan telefon chiqarib yuqoriga qildi qo'ng'iroq. Alo. Assalomu alaykum. Yo'lbarsjon aka. Yuqorida juda katta amaldordirsiz. Eshak degan ashulachining ijodidan xabardordirsiz. Rasmini ko'rdim, antiqa nusxa, shalpan quloq, kallasi tahir. Ovozingizni o'chiring-chi. Devorda ham quloq bor axir. Yo zaring bo'lsin yoki zo'ring. Qismat toshi xo'p bebosh ekan. O'sha eshakni qaynatasi Sher akamga sinfdosh ekan. Tunov kuni meni chaqirib, shu bolani o'stir dedilar. Ovozini reklama qilib bir konsert uyushtir dedilar. Xullas kalom, hammani yig'ib tomoshaga olib borasiz. Bormaganlar ro'yxatini tuzib keyin menga hisob berasiz. Xo'p dedi-yu, ayiq shu zahot hayvonlarni yig'di maydonga, saf tortishib so'qmoq yoqalab yo'l oldilar O'rmonistonga. O'rmoniston bu bir muhtasham dabdabali san'at saroyi, usti gumbaz, osti oq marmar, qasrlarga tengdir chiroyi. Bu saroyda ilgari ko'plab hayvondalar konsert berardi. Ularni ko'rgani saroyga butun o'rmon ko'chib kelardi. Mana bugun eshakvoyga ham nasib etmiş shunday imkon. Konsert zali bezatilgan, xo'p. Qandingni ur, yasha eshakjon. Oldi o'rindiqlarga eshak